Assalomu alaykum aziz mijozlarimiz. Max Tuningdagi navbatdagi Midnight Cobalt'imizga qilingan navorotlarni narxi bilan obzor qilib beramiz. Xo'p, birinchi navbatda bu avtomobilimiz premium klassda shum izolyatsiya qilindi. STP mahsulotlaridan foydalangan holatda shumka qilib berganmiz. Shumkaga bir yil garantiya beramiz. Sifatini so'rab ko'raverasizlar bemalol. Xo'p, undan keyin qilingan ishlari original Malibu 2 rul o'rnatib berganmiz. Malibu 2 bar o'rnatilgan. Xo'p, barlarni ham yaxshisi ruchnoy tormozdan original ovozsizdan o'rnatganmiz. Polni salon black piano qilib berganmiz. Hamma detallarini bo'yash mumkin bo'lgan va tarp etgan tepa qismlarini, tablon tepasi, barchon tepalarini kojinli qilib berganmiz. Tarpetkaga kombinatsiya bo'lishi uchun obshivkadagi material chastini ham kojinli qilib berganmiz. Premium klassda video registrator MRS o'rnatilgan hamda o'zini shtatni pultiga avtozapus qo'yni ko'targan qilingan. Oqilli tonirovka va polni salon laminatsiya qilingan. Hop, oldi oblisovkalarini mana bunaqa black piano variantiga keltirib qo'yganmiz. Malibu oblisovkalari nomeri ham oqilli 400 dan zo'rdan taqib qo'yibdi. Endi narxlariga to'xtalib o'tamiz. Chexolni o'zlari tayyor olib kelib berganlar. Faqatgina ustunovka qilib berildi. Hop. Birinchi navbatda premium klassdagi polni shum izolyatsiyamizning narxi $500 chiqadi. Bu eng full paketda bo'ladi. Ikkita bamperdan boshqa mashinaning hamma joyi shum izolyatsiya qilingan premium klassda bo'lgan. Hop. Undan keyin shumkadan keyin mana bu original Malibu krul o'rnatib berganmiz. Va originali podsetkasini berizoy qilib, kruz kontrollarini aktiv qilib, multimedialarni ishlatib berish bilan narxi $180 ustunovkalari bilan. Black pianosi ham ichida. Xo'p, Malibu 2 bar original ovozsiz ruchnoy tormoz, tepa yepaski qismga ovoz chiqmaydi, absolyutno ishlaydi. Xo'p, premier richak, zaryadka hammasi komplekt, podsetkasi berizoy buni ham ko'rasizlar, hammasiniki. Zazorlari biriga bir mashina keladi. Bu UZB bar emas, Xitoydan kelgan bar. Xitoy bari ustunovkasi bilan $220 original ruchnoy tormozi bilan birga. Polni salon black pianoni mana bunaqa detallarini ko'rasizlar, hammasini $100 ga qilib berganmiz okamlarga. Shumkani etdik $500. MRS brend ostidagi premium video registratorimizni ustunovkasi bilan $60 qilib berganmiz o'rnatib berishi bilan. Tarp etgan tepa qismlarini koja qilib berishini ko'rasizlar. Shunga bo'lgan bir yo'l yechilgan $150 ga qilib berganmiz. Ikkita chastini kojaga garantiya beramiz. Obshivkadagi material chastini kojani qilib berish $50 chiqqan. Xullas, qo'ldan kelgancha narxlar bilan obzor qildik. Oblisovkani o'zlari olib keldilar. Uni taqib berdik, ustunovka qilib berdik. Uni narxi shart emas. Pultga avtozapus qo'yni ko'taradigan qilib berdik. $25 bo'lgan. O'zini shtatni pultdan zavod qilib o'yini ko'taradi xullas. Xo'p, chexoldan olib keldilar, taqib oldik. Oyondagi podsetkalar bonusiga ham olib ketsa bo'ladi, xohlasa. Mana shu sanab o'tgan xizmatlarimiz qiziq bo'lsa, bundan tashqari yana bir qancha Cobalt avtomobil uchun mumkin bo'lgan xizmatlar qiziq bo'lsa, Max Tuningga murojaat qilaverasizlar. Ishlarni inshaalloh chiroyli qilib bitirib beramiz. Bizdan kuzatib boringlar, bizdan uzolashmanglar. Narxlar yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar, yaqinlarga jo'natib qo'yaverasizlar.